Gosta de samba, então brota aqui na base pra ficar de perna. Então brota aqui na base pra ficar de perna. Bonde do Piru sem freio, bonde do Piru sem freio, bonde do Piru sem freio, sem. Hayotda o'zingni to'g'ri deb bilgan ishingni qil. O'shanda ikkita xulosa chiqarganman. Birinchisi, hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Hech kim meni ertalab soat 4 da uyg'onganimni ko'rmadi. Hech kim meni birato'la 3 da ishlaganimni ham ko'rmadi. Hech kim meni kecha soat 3 gacha dars qilib chiqqanimni ham ko'rmadi. Chunki men bilan bittasini ham qilmadim. Agar sen 90 kun davomida har kuni 100 ta anjumanya qilsang, oldin umuman tanib bo'lmaydigan darajaga kelasan. Jiddiy aytyapman, agar sen 85-kun nima bo'lganini bilganingda edi, hattoki lift yoki ostanovkada bo'lganingda ham anjumanya qilarding. Birinchi 30 kun bu qizish seni ruhan tayyorlaydigan narsa. Ko'kraklaring bo'rtadi, yelkalar keskinlashadi, trisepslaring ham paydo bo'ladi. 45-kunga kelib endi sendagi press shunaqa bo'ladiki, kimdir urib qolsa sinadigan sen emas, balki uning qo'li bo'ladi. Chunki har bitta anjumanya bu shunchaki pasayish va ko'tarilish emas. Bu mashqni qilganingda 200 ta mushaklaring ishlaydi. 60-kunga kelib haqiqiy go'sht davri paydo bo'ladi. Testosteroning ko'tariladi, ertalab uyg'onsang, tomirlaringda energiya oqayotgandek bo'ladi. Ortiqcha yog'laring yoqiladi. 75-kunga kelib endi sen odam emassan. Sen shikobsan. Tanang rostdan qattiqlashadi. Eshikni qo'l bilan emas, balki ko'z bilan ochasan. Ammo lekin 85-kunda haqiqiy mutatsiya sodir bo'ladi. Sen kuch chegarasidan o'tasan. 100 ta anjumanyani to'xtatmasdan bosasan, xuddi armiyada tug'ilganday. Mushak tolalarining juda ham qattiqlashadi. Metabolizm esa sutkaning 24 soatida ishlaydi va nihoyat oxir oqibat 90 Ela desce, ela sobe, no baile pressão. Mina linda, perigosa, rouba no coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atentas elados. Ela sobe no baile de pressão. Mina linda. Bu videoga O'zbek Olondan oshig'i bilan taklif qilinadi. Agar o'xshasa bitta like bosib qo'yasiz.
like your banner. Shu zamona bugun tug'ilgan kuni sen ishqning tumani bugun tug'ilgan kuni Happy birthday to you 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 A minha piroca que eu posto no TikTok. Vai, bota no cavalo, né? Vai. 100 kun davomida har kuni elliktadan отжимание mashqini bajarganingizda tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Birinchi kuni ellikta отжимание sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Muskularingiz hali bu yuklanishga o'rganmagan. Shuning uchun siz og'riqlarni yengib o'tishingiz kerak. 10-kunga kelib siz kuchliroq bo'lib borayotganingizni sezasiz va elliktadan отжимание sizga o'rganish bo'lib qoladi. Muskullardagi og'riqlar yo'qola boshlaydi. 30-kunga kelib o'zingizda o'zgarishlar bo'layotganini sezasiz. Yelka, ko'krak va qo'l mushaklaringiz taranglashib sizni mushakdor ko'rsata boshlaydi. 70-kun atrofdagilaringiz sizni o'zgarayotganingizni yaqqol sezishadi va sizni yana ham hurmat qila boshlaydi. 100-kunga kelib siz o'zingizdan rohatlana boshlaysiz. Sizda kuch qaynab chiqayotganini sezasiz. Siz endi qo'shimcha yuklar bilan shug'ullanishga o'tsangiz ham bo'ladi. Kunlik 50 ta отжиманияni bir urinishda emas, balki 2 ga bo'lgan holda bajarsangiz bo'ladi. Tanangizni cho'rt do'stingizga tenglashtirib tinmay mashq qilsangiz ham qasmoq mushaklaringiz qanday qilib o'sishdan to'xtaydi? Zalda doimiy mashq qilganingizda shalpaygan mushaklaringiz kachoklikning birinchi bosqichiga tezda chiqib oladi. Lekin Arsenalga o'xshab oxirigacha borolmay o'sishdan to'xtab qolishining sababi shuki,
Dastlabki mashqlardagi harakatlarni keyinchalik o'zgartirmasangiz so'qim tanangizning muskullariga qarata karochi o'smaysanlar lo'qlar deb cheklov qo'yadi. Shuning uchun bir muddat o'tishi bilan ko'tarayotgan yuklamalaringiz og'irligini ko'paytirib iloji bo'lsa yangi mashqlar qo'shing. Yetarli oqsil va yetarli dam oling, shunda Brad Pittga o'xshab qolarsiz balki. Yuz kun davomida har kuni 50 tadan отжимание mashqini bajarganingizda tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Birinchi kuni 50 ta отжимание sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Muskularingiz hali bu yuklanishga o'rganmagan. Shuning uchun siz og'riqlarni yengib o'tishingiz kerak. 10-kunga kelib siz kuchliroq bo'lib borayotganingizni sezasiz va 50 tadan отжимание sizga o'rganish bo'lib qoladi. Muskullardagi og'riqlar yo'qola boshlaydi.